Assalamualaikum dostlar. Men bugun dadam anam bilan Bodak mushukning xulqisi yo'q degan kitobni o'qibay. Bugun bir kun to'lma ko'ngillik o'tibdi. Bodak mushuk do'stlar bilan qanog'ich o'ynabdi. Gerçi o 20 yolda bir dostu bilan so'qishib qolgan, yana texi apsiga sovg'atlikqa tayyorlagan rasmni yutirib qo'ygan bo'lsa-mu. Keşte Bodak mushuk tishini cho'tqilab bo'lgandan keyin uxlash kiyimini kiyibdi. Lekin uning hozir faqatla uxlag'isi yo'q ekan. Chunki u hujrasida yolg'iz qolishdan qo'rqadi ekan. U qorong'udan, alvosdan, yana texi qor besib qolishdan qo'rqadi ekan. Dadisi qaytib kelib uning cho'chak aytib berishdan burun Bodak mushukning apsi uni birdan erkiltib so'yib qo'ygandan keyin uning yotqinini ching-chumkab qo'yibdi. Umaq bolam, endi uxlanjımı? Endi cho'chaknim o'q buldum. Axir dadsim qaytib kepti. Dadisi uning Bodak mushuk eng amroq cho'chakni o'qib biribdi. Cho'chakni o'qib bo'lgandan keyin uni yenikkin birini so'yib qo'yibdi-da, chiroqni o'chirib chiqib ketishga tamshilibdi. Dada, men uxlab ketdim. Menga azaq suv ichib berasiz? Ma'qul bolam, men sizga sovuq choy ekilib beray. Ma'qul. Dadisi bir stakan choy ekilib, Bodak mushukning yendan asta yo'lab turg'izib, uning ichkizib qo'yibdi. Suvni ichib bo'lgandan keyin u o'g'lining yotqinini chumkab qo'yib, peshonasiga birini so'yib qo'ygandan keyin eshik tarafga minibdi. Dada. Dadisi taxi eshikdan chiqmay turib, Bodak mushuk yana. Dada, men senga ketdi. Voy, balam bayamlab da sigentimizga. Yana sigimiz keldimi? Ma'qul balam, bo'pti emisi. Emisi men sizni asta yetlab o'rniga chiqay, balamni sevilib kirib uxlanjim, ha? Ma'qul. Shuning bilan dadisi yana keyinga uni tarat kelib chiqibdi. Tarat qilib bo'lgandan keyin dadisi uni karavotga yotqizib qo'yib, yotqinini yeb qo'yibdi. Dadisi chiqib ketish oldida yana tax uni tatliqqina birini so'yib qo'yibdi. Yaxshi uxlang balamjim, Alloh qo'manat. Dadisi emdili minishga tamshilganda Bodak mushuk yana uni tovlabdi. Dada, mening burnimni itib qo'ying bo'lamdi? Ma'qul bolam, men qog'ozga kirib balam burnini surtib qo'yajim, ha? Ma'qul. Bo'ladi. Dadisi yana bir qatim uning yotqinini ching yeb qo'ygandan keyin uni yana so'yib qo'yibdi. Bu qatim dadisi uningga kechilik chiroqni yondirib berib, andan chiqib ketishga tamshilibdi. Dada. Balam. Meni so'ying. Ma'qul bolam. Uxlang balam. Dadisining mangalligini ko'rib Bodak mushuk yana tovlabdi. Dada. Balam, endi bo'ldi balam. Meni yana so'yamsiz? Ma'qul balam. Uning karotining yinoq kepti va peshonasiga taxim ching'roq qilib birini so'yib qo'yibdi. Endi uning askardi. Balam, emsi bugun mushayach bo'lsin, balam, men bir sizni bir ching'ib suyutay. Endi gap anlamayotgan bo'lsangiz, men xafarlab qolaman, balam. Men uxlasam bo'lmaydi balam, men ishlab berib ketdim. Endi sizni esiga gapirma balam, andin ishga borma balam-da. Bo'ldi. Uxlayla. Endi to'lmang. Ma'qul. Bodak mushukning ko'ngli sal yerim bo'pti. O yotqinini burnigacha tatib chiqarib olib, atrofni inchib boshlabdi. U qorong'ini qo'qqan siri qo'rchiqni ching quchoqlab, ko'zlarini ching yumibdi. Men azok qo'rqavatman. Hayal o'tmay uning qulqiga bir g'alati ovoz anglangandek bo'pti. Nima bo'lgandi? Birisi uyimga kirgan o'xshaydi. Bodak mushuk darhol o'rnidan chachrab turib, to'rt atrofni kuzatibdi. Yana shu g'alati ovoz. Bodak mushukning qo'rqqanlikdan jini chiqayli deb qapti. Ha, o yerda
Bir avastını körken okşayman. O nimeto, dinozavruto yoki g'alati maxluqmito. Öyünün bulunguda bod etmiş ki gayet zor bir g'alati maxluqning soyasini ko'rib qapti. U har qancha qilibmi u yerda zanim barliqini eslayolmabdi. Balkim u bir dinozavr yoki g'alati maxluqmito. bod etmişik qo'rqib ketibdi. Boyqa g'alati ovoz. Avastının avazını diya. Bod etmişik qo'rqindan yig'lab ketibdi. Bu vaqtda yerda yana bir soy ko'rinibdi. Yana tex bu soy bag'ansir uning yiqilib kelishga boshlabdi. Tata! Ha, ne bo'ldi bolam? O yerda bir avasta barkan. Ha, bolam anınız hozir yanımızga chiqdi bolam. Chiroq yiqilib Naqol? uning aps kelgan ekan. Apa, men de ko'rga ketdim. Mening hujramda bir avasta barkan. Qarang, o yerda. Bod etmişik karotidan sakrab tushib apsini quchoqlayapti. U apsi bilan bulunga berib yerda nim barliqini ko'rib boqmoqchi bo'pti. O maquzam, qo'rqmang, qani billi berib qarab baqayli, u yerda zodi nim bordu. Afsus ular berib shunda qarg'udek bo'lsa, bayqi alvasti ko'ringan bulungda bir döve tashlab qo'yilgan kiyimlar chechilib yotqudek. O maquzam, qo'rqmang, bu uyingizda nadimi alvasti bo'lsin. Ular sizning qalaymuqan tashlab qo'ygan bir döve kiyimlaringiz dumandi. Qarang, bu mana bu paypiqingiz, mana bu maykingiz. Bularning hammasi o'zingiz shu bulunga shunda qalaymuqan dövlab tashlab qo'yganligingizning sababidan bo'pti. Qo'rqmang, qozam qo'rqmang. Faqat siz vujurda bo'lsingizlar, hech qanday alvasti narsalar qo'rqib kirolmaydi. Men sizga bir yaxshi bir sür ügtib qo'yay. Siz bu sürni desangiz, alvastilar, shaytonlar qo'rqib kelolmaydi. Bilamdi? Balda. Oy, betbeşi avasti kinine. Dedem anam beni kovdaydı. Kocakım manga ema buldu. Ben sizden korkmayın. Oy, betbeşi avasti kinine. Şunadan başlap bod etmişikmi başqa kichik do'stlarga o'xshash uxlashdan avval tishini cho'tkalab, uxlash kiyimini kiyib, andan keyin ujursida xotirjam uxlaydigan bo'pti. Hey hoş dostlar.